Temur kim bo'lgan? Jaloliddin kim bo'lgan? Kimligini qo'y dunyo, nomini aytsang jim bo'lgan. Buxoriyni aytsang bas, Navoiyni aytsang bas, jadidlarni qoni manda, hali Xorazmiyni aytsang bas. Men o'zbekman, men o'zbek, otam o'zbek, men o'zbek, sanab bersam ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. Men o'zbekman, men o'zbek, onam o'zbek, men o'zbek, sanab bersam ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. O'zbekni qudratini ko'rgan qancha, bobolari kabi har bir o'zbekni